Yo'g'on ichak polipini sizda yoki yaqin bir qarindoshingizda bo'lishi va uning keyinchalik saratonga aylanishini bilishingiz sizni sal-pal sarosimaga solishi mumkin. Chunki saraton deganda ko'z oldingizga davolab bo'lmaydigan kasallik keladi. Salom hammaga, Dr. Hasanov kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoga mana shunday qiziqarli mavzuni tayyorlashga qaror qildim. O'ylaymanki, bu siz uchun ham qiziq bo'ladi, nimagaki bu poliplar bilan hayotiy turmush tarzimizda duch kelishimiz mumkin. Albatta, istisno ham bo'lib turadi. Lekin mavzuni boshlashdan oldin shu videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki sizni oldinda yanada qiziqarli videolar kutmoqda. Polip bu yo'g'on ichak yoki to'g'ri ichakning shilliq qavatida to'qimalarning noto'g'ri o'sishi oqibatida paydo bo'ladigan kichkinagina o'simta hisoblanadi. Bu o'simtalarni terimizdagi hollarga va dog'larga ham qiyoslasak bo'ladi. Chunki ularning bir qanchasi yaxshi va ular hech qanday muammoga sabab bo'lmaydi. Ba'zilari esa saraton yoki saraton oldi dog'lari hisoblanishadi. Aslida bir nechta xil poliplar bor va ular tanamizning har xil joylarida joylashgan. Buning shifokorlar uchun qiyin tarafi shuki, ular ko'zga ko'rinmaydi va shuning uchun aytish qiyin, ulardan qaysi biri saratonga moyilligi bor deb. Shu sababli ham kolonoskopiya tekshiruvi o'tkazilganda hammasi shu zahotiyoq olib tashlanadi. Keyin ular patomorfologlarga jo'natiladi. Ular esa ularni mikroskop ostida ko'rib, bizga polip haqida to'liqroq ma'lumot berishadi. Aynan bu yerda shifokorlarni qiziqtiradigan narsa adenomatozli polip hisoblanadi. Chunki uning keyingi rivojlanishi yo'g'on ichak saratoniga olib kelishi aniq. Shifokorlarni kamroq qiziqtiradigan polip bu giperplastik polip hisoblanadi. U asosan ichakning shilliq qismida tiklanish jarayonlarining buzilishi natijasida yuzaga keladi va uning saratonga aylanish ehtimoli deyarli yo'q. Yosh o'tishi bilan yo'g'on ichak polipi ham keskin ko'payib boradi. 60 yoshga yaqin 30% insonlarda kamida bitta polip yuzaga keladi. Hozirgi paytga kelib yo'g'on ichak polipi ancha yoshardi. Oldinlari 60-65 yoshlardan kattaroq insonlarda ko'proq uchrasa, hozirga kelib esa bu 45-50 yoshlar orasida ham tez topilyapti. Uning aniq bir sababi yo'q, lekin bu to'qimalardagi hujayralarning qandaydir omillar ta'sirida noto'g'ri bo'linib ko'payishi va o'sishi oqibatida yuzaga keladi. Bundan tashqari, insonlar polip bilan tug'iladi ham. Bunga qanday omillar ta'sir qilishi mumkin degan savol yuzaga keladi. Hozir shu omillarni sanab o'taman. Tana vaznining yuqoriligi, yosh, aytganimdek hozir 45 yoshdan yuqori insonlarda ham ko'p uchramoqda. Yana chekish, qandli diabetning ikkinchi turida, ichakning yallig'lik kasalliklarida, masalan, krona, kolit, bir qancha genetik holatlarda, ularga Linch sindromi, Gartner sindromi, Peutz-Jeghers sindromi va irsiy adenomatozli polipoz kabilar misol bo'ladi. Odatda ko'pgina yo'g'on ichak polipi hech qanday belgilarga ega emas, lekin polip ora-turada qon ketishiga ham sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida najas tarkibida qon paydo bo'lishini yuzaga keltiradi. Qonning najas tarkibida bo'lishi ich ketishga va najas rangining o'zgarishiga olib keladi. Bundan tashqari, anemiyaning yuzaga kelishi bemorda bosh aylanishini, zaiflikni va shu kabi belgilarga ham sabab bo'ladi. Kam holatlarda ichak tutilishi ham bo'lishi mumkin. Buning natijasida qorinning dam bo'lishi va qorin sohasida og'riq paydo bo'lishi kuzatiladi. Albatta, yo'g'on ichakdagi polip dastlab kichkina va aynan u hech qanday belgilarga ega bo'lmaydi. Shu sababli kolonoskopik tekshiruvlar o'tkazilishi kerak. Bu faqat yo'g'on ichak saratonini oldini olish uchun profilaktik yo'l hisoblanadi. Buning uchun siz o'zingizni kasal his qilishingiz yoki qandaydir belgilarga ega bo'lishingiz shart emas. Ko'plab poliplar faqatgina kolonoskopik yo'l bilan olib tashlanadi. Qancha bo'lishidan, qanday uzunlikda bo'lishidan va qanday ko'rinishga ega bo'lishidan qat'iy nazar. Va shundan keyin sizga shifokorlar keyingi kolonoskopik tekshiruvni qanchadan keyin o'tkazishni aytishadi. Faqat bu yerda shifokorlar ko'rsatmasiga qat'iy amal qilishingiz zarur. Lekin shunga qaramay, buni doimo kuzatib borishning ham iloji yo'q. Bunga sabab genetik yoki irsiy omillar hisoblanadi. Yana ham yosh va keksalik polipning tezroq o'sishiga turtki bo'lishi ham mumkin. Siz hayot tarzingizni o'zgartirish orqali ham bu holatga qanchadir miqdorda ta'sir ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana masalan, barcha tamaki mahsulotlarini qabul qilishdan tiyilish orqali,
To'g'ri va sog'lom ovqatlanishga ahamiyat berish orqali, ya'ni tolaga boy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, qizil go'sht iste'molini kamaytirish, shuningdek qayta ishlangan go'sht mahsulotlarini ham cheklash, o'z tana vazningizga e'tibor berish orqali ham. Xullas, yuqorida sanab o'tilgan narsalarni o'zingizning odat tarzingizga aylantirsangiz, siz yo'g'on ichak polipini kelajakda saratonga aylanish xavfini shu yo'l bilan kamaytirishingiz yoki qisqartirishingiz mumkin. Bir xil bemorlar nasliy va genetik bog'liqlikka yoki yomon odatlarga ega bo'lmasa ham, ularda yo'g'on ichakda polip yuzaga keladi. Bu normaldir, lekin sizga tez-tez kolonoskopik tekshiruvlar talab etiladi. Rahmat, oxirigacha ko'rib chiqqaningiz uchun. Mavzu borasida qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, shu video ostida qoldiring. Qiziqarli yangiliklardan boxabar bo'lishni xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha xayr va sog' omon bo'ling.